Qo'y, qimizdan qo'y. Sen kimliksan? Topiq o'sar shaytonnikimi qo'ba? Turqinga qara so'tak. Boychan boshlayapti yurtda. Uylan, qani senga izn beradi. Qani ich. Qimizdan qo'y. Qara qimiz. Qani ich. Eshitayapman. Sen o'zing kimsan, tavbang nima bo'ladi? O'g'ri qarsi so'p bo'ladi. Hech. Bular meni shogirdlarim. Yaxshilar, tarbiyalaymiz. Uchiga chiqqan o'g'ri bo'ladi. Sheriklarim egasini rozi qilib ola olmaysan deydi. Shunda juma bozorga kirsam, bir so'tak yurgan ekan. Yonidan 100 tangazini oldim-da, yoniga ikkitaga qo'yib, yo arida yig'ib tashlab qo'ydim. Musulmonlar pulimni o'g'irlashdi, yopishdim. Qarabsizda mirshabxonaga olib borishdi, o'g'ri bu yigit qip-qizilib o'g'riga chiqib qamaldi. Mirshabga ikki tanga berib chiqarib olsa, bu yigit xursand. Rahmat aka, akamiz dedi. Egasini rozi qilib oldik mana. Bunaqa besh barmoq bo'lgan emas, yashan shishi. Buyuraman, ziyofat davom etadi. Yashiga borizga shukr aka. Iltimos qilaman, basharamga tindik xizmat. Sizlar bo'lsa shoh deysizlar, shohga oson. Sizlar jurnalda asabdorlari qayta tiklanmaydi degan. Bizga tekin ekspert bo'lish kerak. Malikam tanovul qiling, puli to'langan. Hop.